Muhammad o'sha yetimcha Allohning payg'ambari ekanmi? Quraysh sayyidlari bizga qarshi chiqsinmi? Ota-bobolarimiz tutgan dindan yuz o'giraylikmi? Aqldan ozib qolibdi. Kim ham unga ishonardi? Men sizga ishonaman. Islomdagi birinchi iymon keltirgan zot Xadicha onamiz edilar. U Makkaning boy va badavlat ayollaridan edi. Unga ko'pchilik zodagon erkaklar turmush qurish taklifini berishgan. U esa qalbini hech vaqosi yo'q yosh yigitga ochdi. Muhammad al-Amin. Xadija oddiy ayol emasdi. U islom uchun o'zidagi bor narsalarni baxshida qildi. Vafot etganidan so'ng ortidan hech qanday mol dunyo qolmadi. Ammo u uchun jannatning eshiklari doimo ochib qo'yildi. Bir kuni Jabroil alayhissalom payg'ambar oldilariga xushxabar bilan keldi. Xadija kelgach, unga Alloh taolodan salom aytib qo'ying va mendan ham. Va unga jannatdagi durlardan yasalgan qasr xushxabarini bering. U yerda shovqin ham, charchab qolish ham yo'q. Ushbu hikoya payg'ambarning yodida butun umr qolgan ayol haqida. Payg'ambarga birinchi bo'lib iymon keltirgan, islom uchun bor budini qurbon qilgan Xadija roziyallohu anha qissalari. Ushbu videolar ishonchli islom manbalaridan olingan yuzlab ma'lumotlarga asoslandi. Barcha sun'iy intellekt vizual materiallari malakali islom olimlari bilan hamkorlikda tayyorlandi va islom ko'rsatmalariga muvofiqlashtirildi. Cho'lning o'rtasida, baland tog'lar orasida Makka degan shahar bor edi. Bu shahar Ka'ba soyasida yashardi. Tongdan tunga qadar o'tayotgan karvonlarning ovozi aks sado berib turardi. Ana shu shaharda Qurayshning eng obro'li va badavlat savdogarlaridan biri Huvaylid yashar edi. Uning rafiqasi Fatima oliy janob oiladan bo'lib, o'zining nafisligi va nafosati bilan ko'pchilikni hayratda qoldirgan edi. Bir kuni Alloh ularning oilasiga qiz farzand berdi. Qizaloq kutilganidan biroz ertaroq tug'ildi. Huvaylid qizchani qo'liga oldi va uning jajji ko'zlariga qarab jilmaydi-da, uning ismi Xadija bo'ladi. Bu ism erta tug'ilgan degani dedi. Xadija Makka shahrida, gavjum savdo hayotining markazida, zodagon oilada o'sadi. Uning otasi ulkan karvonlar tashkil qilib, uzoq o'lkalarga mol chiqarish bilan shug'ullanardi. Xadija esa yoshlik chog'laridanoq mana shu manzaralarga guvoh bo'lib o'sdi. Vaqt Makkaning yonayotgan qumlar